Chang'an Center va Thermotent tomonidan birinchi proyekt X mashinamizni bugun to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Bu mashinamizning to'liq obzori bo'ladi. Bemalol joylashib o'tiraversanglar ham bo'ladi. Oldi tomoniga keladigan bo'lsak, dugasiga ahamiyat berasizlar. Buni spesialni Xitoydan zakaz qilib olib keltirganmiz. Sotuvga ham buni qo'yib qo'yganmiz. Oldi faralariga keladigan bo'lsak, yaxshiroq yoritish uchun LED faralar qo'yganmiz. Tomiga bo'lsa, o'zini rangiga moslab koronasini ustanovka qilganmiz, logotiplarimizni ham yopishtirganmiz. Yon eshiklariga keladigan bo'lsak, paroklarini qo'yib berganmiz, chiqib tushishga udobniy bo'lish uchun. E'tibor beradigan joyi, bu yerda Xitoy yozig'i bo'ladi o'zini. Uni o'rniga biz o'zimizning logotipimizni Chang'an Centerga qo'yganmiz. Bu ham bir yechim bo'lgan. Diskalariga keladigan bo'lsak, diskamiz 18 razmerda bo'lgan. Buni joylashtirish oson emas ekan. Переходник qo'yar ekansizlar, 30 mm. Buni qo'yish oson bo'lmadi. O'zingizlar tanlagan diskani qo'yganmiz, o'ziga moslab turib, endi furgoni to'g'risida gaplashamiz. Furgonimizga keladigan bo'lsa, balandligi 180 bo'lgan, eniga 3 metr. Bunga splashnoy alikapon qilganmiz, yozuvlarimizni roverda yozdirib, ichiga освещение qo'yganmiz. Chetlarini bo'lsa, qora nerjavikadan qo'yganmiz. Ikki yoq burchagiga biza yashik ustanovka qilganmiz. Orqa eshigiga keladigan bo'lsak, zinalarni qo'yganmiz va gelkiga o'xshab balonlarni joylashtirganmiz. Endi ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismi bo'lsa, alohida tema bo'lgan. Ichki qismini ko'rib turganinglardek, reflyonli alyumindan qilib berganmiz. Qolgan joylari alikapondan, освещенияларga alohida baho berasizlar. Yana bitta ahamiyat beradigan joyinglar. Polkalar qilib berganmiz, razdvijnoy. Kerakli nozurroq narsalarni shuni ustiga qo'ysanglar ham bo'ladi. Zashitniy dugamizga, zinamizga alohida ahamiyat berasizlar. Bundan tashqari bitta qulaylik qilganmiz. Buni qo'yib, tog' bag'rlariga borib turib, bemalol lyoqki kofeni ichib o'tirsanglar ham bo'ladi, tabiatga qarab. Endi sizlar bilan salonni obzorini ko'ramiz. Saloni to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, Chang'animizning salon qismiga hali hech kim qilmagan Malibu bar ustanovka qilganmiz. Bundan tashqari monitor qo'yganmiz, kattarog'ini 9 dyuymlisi. Rul ham ustanovka qilganmiz. Chang'anning yangi pokoleniyasinikini qo'yilgan. Poliklar, chexollar, yana gapiradigan joylari ko'p. Lekin yuk mashina haydaydigan odamni nima kerak bo'lsa, hamma qulayligini o'rnatganmiz. Sidena abagreflari ham bor. Yuk mashina haydaydigan okalar mashinalarga qanaqa tuning qilish kerakligini biz sizlarga ko'rsatib berdik. Yana nimalar qo'shsak bo'lardi, uni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Proyekt X'imiz shu joyda o'z yakunini topdi. Keyingi proyektimizni kutib qolinglar.